Tasavvur qiling, siz har kuni yozishadigan, sizni doim tushunadigan, hech qachon sizni tashlab ketmaydigan inson bor. U sizni tinglaydi, sizga javob qaytaradi, hatto sizni tushungandek bo'ladi. Lekin u odam emas, u sun'iy intellekt. Hozir dunyoda minglab odamlar AI chatbotlar bilan hissiy bog'lanib qolmoqda. Ba'zilar uni do'st deydi, ba'zilar esa sevgilisi. Ayniqsa K-pop fanatlari orasida AI boyfriend trendi juda tez tarqalmoqda. Odamlar o'z sevimli idoliga o'xshash virtual AI yaratib, har kuni u bilan gaplashmoqda. Go'yo u haqiqiy insondek. Chunki AI hech qachon urushmaydi, hech qachon ketib qolmaydi. Har doim javob beradi. Bu esa inson miyasi uchun juda kuchli tuyg'u yaratadi. Meni tushunadigan odam bor degan hissiyot. Lekin bu yerda muammo bor. AIda hissiyot yo'q. U sevgi his qilmaydi. U faqat javob yaratadi. Algoritm ostida. Shunga qaramay, ba'zi insonlar AI bilan shu darajada bog'lanib qoladiki, real hayotdagi insonlardan uzoqlasha boshlaydi. Psixologlar buni kelajakda yangi turdagi emotsional qaramlik bo'lishi mumkin deb aytishmoqda. Eng katta savol esa shu: agar AI bir kun kelib inson hissiyotini mukammal taqlid qilsa, odamlar haqiqiy sevgini unutib qo'yadimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z javobingizni yozib qoldiring.